Toshkent ko'chalarida yangi avtomobil Damas 3 tuning qilishni boshladik. Bu mashinaning uzunligi 442 ekan, balandligi 186 ekan, eni 167 ekan, og'irligi 1150 ekan, motor hajmi 1.5 litr ekan. Va bu mashinani ochib turgan narsa tonirovka, kurgovoy tonirovka qilib berdik. Tashqaridan qop-qora bo'lib turadi, ichidan yo'dek turadi. Saloniga to'xtalagan bo'lsam, birinchi bo'lib eshitmasdan shunga qilib beton qilib berdi, full variantda. Oldi eshiginiki elektronli, oldi oynalari polni tushib chiqadi va koreyskiy materialdan chexollarni tikib berdik. Mana qarang. Lotning o'ziga mos bo'lib turadi va Damashq akalarimizning orzusi bo'lgan Malibu barri ham qo'yib berdik. Akalar zavod bo'lib turadi. Dinamik poliklarni solib berdik. Orqasi rezinkali bo'ladi. Bemalol pilsoslar yuvib ishlataverasiz yozim bilan. Menga yoqqan tarafi mana oyna bor, oxirigacha tushib chiqar ekan. Salon, orqa salonni ko'ramiz. Orqa salonda ham bemalol o'tirasiz. Orqada ham joy bor. Buni o'tirsangiz, mana joy ko'ryapsizmi? Bemalol. Va muhimi, konditsionerlari bor ekan. Konditsioneri bemalol bu yoqdan ham ligrovka qilsangiz bo'lar ekan. 1, 2, 3 gacha konditsionerlari salonni prosta muzlatib tashyapti. Zo'r ekan. Oyna misrovka ekan, orqasi tushishi, lekin yaxlit tushar ekan, okalar. Orqa porchkalarigacha ochilar ekan. Orqasini ham bitta ko'raveramiz mashinani. Bosib o'ragan joy ekan. Damas Moni. Bagajda ham joy bor mana. Bemalol narsalarni solib qo'ysangiz, qarang, joyi bemalol ketaveradi. Mana shu Damas sizlarga yoqdimi akalar? Yoqqan bo'lsa fikringizni yozib qoldiringlar. Agar tuning qilmoqchi bo'lsanglar, o'zimizga murojaat qilinglar. Shu videoni Damas olmoqchi bo'lgan akalarimizga yuborib qo'yinglar.